Dunyodagi eng boy insonlardan biri fransiyalik Bernard Arnaultning rafiqasi Samarqandda konsert berganidan xabaringiz bormi? 65 yoshli Ellen Mercier Arnault asli kanadalik pianist hisoblanadi. U klassik pianino sahnasida Yevropa va Shimoliy Amerikada solo va jamoaviy musiqachilar bilan faoliyat yuritadi. U 1991-yilda fransuz milliarderi Bernard Arnaultga turmushga chiqqan va hozirda ularning 3 nafar o'g'il farzandi bor. Xullas, mana shu xonim 30-oktyabr kungi Samarqanddagi UNESCO bosh konferensiyasining 43-sessiyasi ochilish marosimida konsert dasturi bilan ishtirok etdi. Bernard Arnaultga keladigan bo'lsak, 76 yoshli tadbirkor Louis Vuitton kompaniyasining raisi, bosh direktori hisoblanadi. Uning rahbarligidagi LVMH kompaniyasi tarkibiga Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Bulgari, Tiffany & Co, Guerlain, Hennessy, Sephora, Christian Dior, Kenzo, Tag Heuer, Hublot, Zenit kabi brendlarni o'z ichiga oladi. Internetdagi ma'lumotlarga ko'ra, uning ayni kundagi boyligi 184,6 milliard AQSh dollaridan oshgan. Ba'zida u Forbes reytingida Elon Musk, Mark Zuckerberg va Jeff Bezoslarni ham ortda qoldirib, birinchi o'ringa ham ko'tarilib turadi.